Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Esingizda bo'lsa, o'tgan safar bizlar tashqi davlatlardan bizga nisbatan bo'layotgan tahdidlar to'g'risida muhokamalar qilgandik va ko'rsatuvlar tayyorlagandik. Albatta bu yerda izohlar bilan tanishib chiqdim va izohlarda ba'zi insonlar hali ham mana shu tashqi davlatlarga nisbatan o'zining ko'ngli borligini va ularga nisbatan baribir qandaydir yon bosishi mumkinligi to'g'risida bir ikkita izoh qoldirgan, lekin xursand bo'lgan tarafim xalqimiz tarafdan o'sha insonlarga ham kerakli javoblar qaytarilgan va bundan men juda ham xursand bo'ldim. Va ikkinchidan mana shu kanalni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun albatta sizlarga o'zimdan yana katta bir minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Bugungi videoni tayyorlashimdan maqsad, bu video asosan oddiy insonlar ham mana shu oddiy xalqimizning tushunishi uchun mana shu videoni tayyorladim. Buni albatta hamma bilishi kerak deb o'ylayman. Albatta bu mening shaxsiy fikrim. Buni ya'ni O'zbekiston hozirgi kunda geosiyosiy shaxmat taxtasida turganday bo'lib turibdi va buni albatta tushunishimiz kerak. Nima uchun hozirgi kunda bosiqlik bilan keng vektorli, ya'ni keng yo'nalishda siyosiy ishlar olib borilyapti, ya'ni geosiyosat olib borilyapti. Keling mana shunga qisqacha to'xtalib o'taman va mana shu videoni 5 qismga bo'lganman, tushunarli bo'lish uchun va sekinlik bilan shuni tushuntirib o'taman. Albatta videoni oxirigacha ko'ring. Bu sizlarga kerakli ma'lumotlarni beradi. Bu yerda hozir tahdidlar va tashqi ta'sirlar o'rtasidagi yo'l topish bo'lyapti. Mana shu geosiyosiy maydonda. Agarda bizlar tasavvur qilib ko'radigan bo'lsak, ya'ni siz shaxmat taxtasi oldida o'tiribsiz. Atrofingizda kuchli o'ynovchilar bor va ular o'z yurishini boshlash kerak yoki o'z yurishini qiladi. Xo'sh, bu yerda siz qanday yo'lni tutasiz? Xuddi mana shu holatda hozir O'zbekiston turibdi. Bu oddiy o'yin emas. Ya'ni bu geosiyosiy o'yin deyiladi. Mana shu geosiyosatda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Va shu taxtaning markazida, ya'ni shaxmat taxtasining markazida O'zbekiston turibdi. Nima uchun? Chunki bu yer Buyuk Ipak yo'li chorrahasi, imperiyalar kesishgan hudud, madaniyatlar uchrashgan maskan hisoblanadi. Bugun ham mana shu tarix takrorlanmoqda. Faqat ular otlar va tuyalarning o'rniga gaz quvurlari, temir yo'llar, investitsiyalar va harbiy ittifoqlar bilan kelyapti. Mashhur siyosatshunos Jozef Nye shunday degan edi: davlatlarning manfaatlari ularning geografiyasi va tarixidan kelib chiqadi. Haqiqatdan ham e'tibor beradigan bo'lsangiz, O'zbekiston olib borayotgan siyosat bizning geografik joylashgan hududimiz va tariximizdan kelib chiqqan holda olib borilmoqda. Men o'ylaymanki, albatta bu adolatli siyosat deb o'ylayman. Bu gap, ya'ni mana shu aytilgan gap xuddi O'zbekistonga aytilganday. Chunki bu yerning markazida albatta O'zbekiston turibdi. Keling endi birinchi qismga o'tamiz. Bu yerda O'zbekiston juda muhim rolni o'ynaydi. O'zbekiston bu shunchaki davlat emas. U Markaziy Osiyoning yuragi hisoblanadi. Nima uchun? Chunki 38 milliondan ortiq aholisi bor. Mintaqadagi eng katta iste'mol bozoriga ega. Yoshlar ulushi ham juda yuqori. Energiya, oltin, uran, mis kabi strategik resurslarga egamiz. Lekin eng muhim boylik bu bizning mana shu geografik markazda joylashganimizdir. Shimolda Qozog'iston, janubda Afg'oniston, sharqda Qirg'iziston va Tojikiston, g'arbda esa Turkmaniston. Ya'ni O'zbekiston butun mintaqani bog'lab turuvchi shu markaziy hudud hisoblanadi, ya'ni markaziy tugun hisoblanadi. Tarix davomida bu hudud muhim bir rolni o'ynagan, ya'ni imperiyalar orasidagi buffer zona hisoblangan. Bugun esa u mustaqil o'yinchi bo'lishga harakat qilmoqda. Ya'ni o'zimizning davlatimizni nazarda tutyapman. Ikkinchi qismga o'tadigan bo'lsak, bu mintaqaviy tahdidlar hisoblanadi.
Geosiyosat bu romantika emas. U doim xavf bilan yonma-yon yuradi. Janubiy yo'nalishda Afg'oniston omili bor. Afg'onistondagi beqarorlik bu ekstremizm xavfi, qurol savdosi, narkotrafik, noqonuniy migratsiya. Bularning barchasi chegaradan oqib o'tishi mumkin bo'lgan tahdidlar hisoblanadi. Shu sababli O'zbekiston uchun mana shu janub tarafimiz, janubiy qismlarimiz doimiy hushyorlik hududi hisoblanadi. Shuning uchun ham Afg'oniston bilan do'stona, yaxshi qo'shnichilik munosabatda siyosat ishlari olib borilyapti. Buni keng ma'noda tushunishimiz kerak. Endi keyingi tarafi esa bu suv va energetika. Markaziy Osiyoda kelajak mojarolari bu qurol uchun emas, suv uchun bo'lishi mumkin. Buni yashirishning hojati yo'q, chunki bir qancha mutaxassislar ham bu bo'yicha ko'rsatuvlar tayyorlashgan bo'lsa kerak va ular o'zlarining fikrlarini berib bormoqda. Bilasiz, Amudaryo va Sirdaryo bu vatanimizning hayot tomirlari hisoblanadi. Yuqorida joylashgan davlatlar esa ba'zilari suv manbalariga ega. Quyida joylashgan davlatlar esa suvga muhtoj bo'lishi mumkin. Mana shu masalada adolat bilan ish olib borilmasa yoki mana shu masalalar adolat bilan hal qilinmasa, u siyosiy ziddiyatga aylanishi mumkin. Shuning uchun ham hozirgi kunda O'zbekiston, men o'ylaymanki, ya'ni mening shaxsiy fikrim, boshqalar ham qo'shilsa kerak deb o'ylayman, juda ham chiroyli bosiqlik bilan keng yo'nalishda o'zaro do'stona munosabatda siyosat olib boryapti. Endi tasavvur qiling, sizning hovlingizga 3 ta gigant bir katta bir qo'shnilaringiz qiziqib turibdi-da, u yerni sotib olmoqchi yoki qandaydir yo'l bilan olmoqchi. Xuddi endi mana shuni davlatlarga solishtirib ko'radigan bo'lsak, birinchi o'rinda Rossiyani olib ko'raylik. Rossiya bilan biz tarixiy, iqtisodiy va madaniy aloqalar bilan chuqur bog'langanmiz. Xohlaymizmi, yo'qmi, sobiq ittifoq davrida bu narsa ro'yobga chiqqan. Bu yerda mehnat migrantlari, savdo, xavfsizlik, hamkorligimiz bor. Rossiya uchun Markaziy Osiyo, mana oldingi ko'rsatuvlarda ham aytib o'tdik, u bizning ta'sir hududimiz deydi. Ya'ni Rossiyaning ta'sir hududiga ega bo'lgan zona hisoblanadi. O'zbekiston uchun esa bu juda ham muhim, lekin Rossiyaga to'liq bog'lanib qolish mumkin bo'lmagan hamkor deb bilaman. Chunki bitta joyga qattiq bog'lanib qolish ham bo'lmaydi. Endi keyingi tarafdan esa Xitoy turibdi. Xitoy bu yo'llar, temir yo'llar, zavodlar, kreditlar olib kelishi mumkin. Bir kamar, bir yo'l tashabbusi orqali Xitoy mintaqaga jiddiy kirib kelmoqda. Albatta buni ham hisobga olish juda ham zarur deb o'ylayman. Infratuzilma rivojlanadi albatta. Lekin shu yerda bir savol tug'iladi. Qarzlar ortidan, agarda bizlar ko'plab qarz oladigan bo'lsak, Xitoydan mana shu qarzlar ortidan qaramlik kelmaydimikan? Mana shuni ham keng o'ylab, fikrlab turishimiz kerak. Endi g'arb tarafda oladigan bo'lsak, g'arb uchun bu O'zbekiston katta bozor hisoblanadi. Logistika yo'lagi, xavfsizlik hamkori hisoblanadi. Lekin shu bilan birga g'arb ular inson huquqlari, islohotlar, erkinlik maslahatlarini ham ko'taradi. Demak, g'arb bilan munosabatlar bu imkoniyat hamdir. Lekin shu bilan birga bosim ham bo'ladi. Chunki bu bo'yicha olib borayotgan albatta davlat ichidagi ishlarga ham ular katta ahamiyat beradi. Mashhur diplomat Henry Kissinger shunday degan. Ya'ni tarix bizga aniq yo'l ko'rsatmaydi, lekin o'xshash vaziyatlarning oqibatini yoritib beradi deb aytadi. Haqiqatan ham bu to'g'ri aytilgan. Tarixdan bilamizki, bitta kuchga haddan ortiq bog'lanish bu mustaqillikni zaiflashtiradi. Chunki faqat bitta o'sha manbaga bog'lanib qolamiz. Bu ham yaxshi emas. Endi 4-qismga keladigan bo'lsak, bu O'zbekistonning hozirgi kunda olib borayotgan strategiyasi. Ya'ni bu hozirgi strategiyasi, bu muvozanat strategiyasi. Bu juda ham muhim. Buni albatta tushunishimiz kerak. O'zbekiston bugun ko'p yo'nalishli tashqi siyosat yuritmoqda. Bu nimani anglatadi? Misol uchun Rossiya bilan hamkorlik bor, Xitoy bilan loyihalar bor,
G'arb bilan investitsiya va diplomatiya bor. Mintaqa davlatlari bilan yaqinlashuv bor. Bu ya'ni mana shu shaxmatda hamma figuralar bilan o'ynash, mana bularni figura deb olib qaraydigan bo'lsak, hamma figuralar bilan o'ynash bor, lekin O'zbekistonni himoyasiz qoldirmaslik degani, ya'ni ular bilan o'ynagan holda O'zbekistonni himoyasiz qoldirmaslik kerak. Mana shu ko'rinishda siyosiy ishlar olib borilmoqda. Yana bir haqiqat shundaki, geosiyosiy mustaqillik ichki barqarorliksiz bo'lmaydi. Agarda ichkarida korrupsiya kuchli bo'ladigan bo'lsa, adolat zaif bo'lsa, yoshlar ishsiz va bilimsiz bo'ladigan bo'lsa, xalq ham mana shu geosiyosiy holatlarni yaxshi tushunmaydigan bo'lsa, tashqi kuchlar bunday holatda doimo ta'sir o'tkazish yo'lini topadi. Shuning uchun ham albatta siyosat olib borilayotganda mana shunaqangi muvozanat siyosat olib borilgani yaxshi. Endi 5-qismga keladigan bo'lsak, kelajak qanday bo'ladi? 2030-yilga borib O'zbekiston oldida ikkita yo'l bo'lishi mumkin. Albatta bu mening shaxsiy fikrim. Ya'ni buni ikkita ssenariy bilan qaraydigan bo'lsak, birinchisi bu O'zbekiston kuchli va mustaqil o'yinchi bo'lishi mumkin ushbu hududda. Bunda bilimga asoslangan iqtisodiyot rivojlanadi. Mintaqada ishonchli vositachi bo'ladi. Hech bir kuchning soyasida qolib ketmaydi. Mana shu eng muhim. Endi ikkinchi ssenariyni olib qaraydigan bo'lsak, bu qaramlik tuzog'i bo'lishi. Agarda bizlar qarzga bog'lanadigan bo'lsak, bitta davlatga haddan ortiq yaqinlashib, o'shanga bog'lanib qolsak, davlat ichida ichki zaifliklar bo'ladigan bo'lsa, bunda albatta tashqi bosim bundan foydalanadi. Shuning uchun ham hozirgi kunda ba'zi bir davlatlar tarafdan ham mana shunday tahdidlar bo'lib turmoqda. Qaysi yo'l tanlanadi? Men o'ylaymanki, bu faqat hukumatga bog'liq emas. Bu jamiyatga, yoshlar, ziyolilar, tadbirkorlar, faollar barchamizga bog'liq. Albatta bizlar hushyor bo'ladigan bo'lsak, jipslashadigan bo'lsak, birga bo'ladigan bo'lsak, albatta biz mustaqilligimizni berib qo'ymaymiz. Xo'sh, endi mana shu fikrlardan kelib chiqib qanday xulosa qilsak bo'ladi? Geosiyosat bu urush haqida emas. Bu donolik bilan omon qolish san'ati ham hisoblanadi. O'zbekiston shaxmat taxtasida, mana shu geosiyosiy shaxmat taxtasida, demak bu oddiy piyoda emas. U o'z yurishini o'zi tanlay oladigan davlat hisoblanadi. Lekin buning uchun eng katta kuch qurol emas. Bu yerda o'ylaymanki, barqaror jamiyat, bilimli avlod va ichki birlikka bog'liqdir. Shunda tashqi bosimlar ham, tahdidlar ham bizni emas, biz ularni boshqaradigan darajaga yetamiz. Dunyo o'zgarib boryapti. Kuchlar to'qnashyapti. Geosiyosiy shaxmat taxtasida esa o'yinlar qizib boryapti. Bu yerda bitta savol tug'iladi. O'zbekiston bu o'yinda boshqalarning figuralaridan biri bo'lib qoladimi? Yoki o'z strategiyasiga ega mustaqil o'yinchiga aylanadimi? Bu savolga javob bugun qilinayotgan qarorlarimizga bog'liq. Albatta bu oson emas. Men o'ylaymanki, xalqimiz ham buni yaxshi tushunishi va hamkorlikda, jipslikda, birgalikda harakat qilishimiz kerak. Demak, yuqoridagi ma'lumotlardan ham endi tushunasizki, demak, O'zbekiston bu Markaziy Osiyoning yuragida joylashgan bo'lib, juda ham katta bir e'tiborga ega bo'lgan davlat. Shuning uchun ham bizning xalqimiz jips bo'lishi, birgalikda, hamkorlikda harakat qilishimiz kerak. Men o'ylaymanki, bu video sizga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Agarda albatta sizga ushbu qisqa ma'lumotlar yoqqan bo'lsa, o'z izohlaringizni qoldiring va kanalimizni qo'llab-quvvatlashda davom etsangiz, albatta xursand bo'lamiz. Albatta, yuqoridagilar bu mening shaxsiy fikrim. Doimo kuzatib kelaman. O'zbekistonimizni bu bizning vatanimiz, unga befarq bo'la olmaymiz. Shuning uchun ham mana shunday holatlarga e'tibor berganim uchun ham o'zimni shaxsiy fikrimni bildirdim. Shu bilan ko'rsatuvni yakunlayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.